Sog'liq shuni tez-tez shamollab turarlik. Mahalladagi ijtimoiy xodimning o'rganishlari natijasida ushbu oilaga davlatimizning qator yordamlari va imtiyozlari yetkazilgan bo'lsa, Ramazon oyida boshlangan xayrli tashabbuslar xonadon ahliga qo'shaloq quvonch bag'ishladi. Xonadon xatlov natijasida fuqaro Gali va Dilfuzopaning uyiga keldim. Fuqaro haqiqatdan ham ijtimoiy og'ir sharoitga tushib qolgan. Bu fuqaroning uyini o'rganish natijasida men farzandlar 6 nafar farzand bilan birga qolgan. Ikki xona uyi bor edi. Fuqaroni kelganimizda juda achinarli holatda edi. Ramazon oyi munosabati bilan 1 million so'mlik vaqf fondi hisobidan moddiy yordam berildi. Ikki xonaga qo'shimcha ravishda yana 2 xona uy qurildi. Men shuni tez bo'ladi deb o'ylamadim. Boshida bunaqa kelib suhbat olganda, lekin natijasi yo'q deb tushunardim. Yo'q, u bor dedi. Mana hozir kelib ancha ko'zlarim quvnab ketdi. Negaki 6 farzandga sharoit yaratib berdi. Uni o'zimni qarindoshim ham qilolmasdi. Xo'janim 10 yil ishlasa ham qilolmasdi, boshqa hech kim qilolmasdi, to'g'risi. Negaki topganim ro'zg'ordan ortmasdi. Mana farzandlarga qiynalmasin deyapti. Ijara ham topib berdi tezgina, bolalarga ham chiqarishga yordam berdi, har tarafdan oziq-ovqatdan ham yordam berdi. Tez xabar ham olib turdi. Rahmat bilan yordam bergan. Bunaqa tez uyimiz bitadi, sharoiti bor bo'lib bitadi deb tasavvur ham qisqa kunda tez bo'ldi sharoit. Rahmat. Bekobod tumani Terakzor mahallasida yashovchi Ozoda Boyto'rayeva mana shu xaroba xonadonda ham baxtli. Muhimi turmush o'rtog'i oldingidek xasta emas. Shuning o'zi ham uning qalbiga taskin beradi. Ammo Ozoda emas, go'yo uyning o'zi tinkasi qurib borayotgandek. Chakka o'tgan tom, shamolga ham yiqilib ketgudek silkinadigan devorlar bu xonadon yillar davomidagi og'ir hayotidan so'zlab turgandek. Shunday bo'lsa-da, bu uyda ham sabr bor, umid bor. Qishda qiynalamiz. Xo'jayinlar mazalari yo'q edi. Ikkita xonada o'tiramiz. Yozda endi hovlida o'tiramiz, siniqsa. Gilam bilan yerda-da, sharoit ham yo'q. Shu biz ham odamlarga o'xshab yaxshi uylarda yashash xohlayman men ham. Ayolning xonadoni tubdan qayta ta'mirlandi va eski holatidan mutlaqo farq qiladi. Yashash sharoitlari takomillashtirildi. Ijtimoiy xodim katta ijtimoiy tizimning samoyon etuvchi muhim ramz sifatida faoliyat yuritdi. Unikal tizim, men juda faxrlanaman o'zim ham shu tizimda ishlayotganligimdan. Chunki mahalla tizimini, hurmatli prezidentimiz mahalla yettiligi tizimini yaratib berganliklari har bir xonadonga, har bir fuqaroga, har bir shaxsga bir kirib borayotganligini guvoh bo'lyapman. Oddiygina mana juda ko'p fuqarolarimiz o'sha fuqaro tuman markazlariga borish kerak bo'lgan. Hozirgi kunda bitta ijtimoiy xodim o'zi 100 dan ortiq xizmatni mahallani o'zi ko'rsatyapti. Ijtimoiy xodimga murojaat qilib turib ham o'sha o'zlarini xizmatlarimizni ko'rsatib kelyapmiz. Mana siz aytyapsiz, har bitta o'sha kesani bitta tuzilib, har bir fuqaroga, har bir shaxsga, farzandi bo'ladigan bo'lsa, farzandi nima uchun to'garaga bormayapti degan savol berilyapti. Maktabda hamma imkoniyat yaratib bergan hurmatli prezidentimiz til o'quv kurslariga bormoqchi, uni to'lab berish mablag'larini ham, agar kontraktda o'qiyotgan bo'lsa, kontraktini to'lab berish mablag'larini, agar ishsiz bo'ladigan bo'lsa, ishga joylashtirish mablag'larini ham faqatgina uni borib uyini qurib berib, uyini joyli qilish emas, ularni harakat keltirish. Bo'ka tumani Parchayuz mahallasidagi mana shu uyda Zuhra Xotamova oilasi bilan yashab keladi. Ochig'i bu uyning shu yilgi qishga ham bardosh bergani ko'pchilikni hayratga soldi. Qilolmadik-da, iloji bo'lmadi. Shuncha harakat qildik, mana o'zim ham ayol kishiman, o'zimni alim ishlayman-da, ishlolmayman, ishga yaroqsizman. Ikkinchi chiqsam mumkin. Bolalarimga qarab o'tiraman. Ularga bir qarash kerak, ovqatini qilaman, nonini qilaman, onab ketadi, suv o'tardi. Ashta yer qimirlasa ham qo'rqardi, zillar bo'lsa. Birga ko'payib uxlolmagan vaqtimiz ham bo'lgan. Mana bu uy oilaning kechagi kunini eslatadi. Mana bu uy esa uning ijtimoiy himoyaga olinganini anglatadi. Mazkur uy to'liqligicha homiylar yordamida qurib berildi. Mahalladagi ijtimoiy xodimning tashabbusi bilan muammo yuqori turuvchi bo'g'inlarga yetkazildi. Shundan so'ng qisqa vaqt ichida masalaga jiddiy e'tibor qaratildi va muammo bosqichma-bosqich bartaraf etildi. Hokimlik va prokuratura organlari qolaversa, saxovatli homiylarning jonbozligi tufayli oilaga amaliy yordam ko'rsatildi. Natijada xonadonning ahvoli yaxshilandi. Esa o'zini yana tiklab, hayotga umid bilan qarashni boshladi. O'ylanardik, siqilardik, qachon uyda yashaymiz ekan, yangi uyda birontasi yordam beramikan, mana bolalarim ham hali yosh, qachon qiladi bular deb bo'lardi. Mana shunchalik xursandmiz. Shunchalik bo'ldi mana. Zal, gazxona, 3 xona bo'ldi-da endi zal bilan. Bremenka emas, katta uy qilib solib berdi-da mana.
Bunday bo'lishini kutmagandim hech ham. Kecha kunduz duo qilib o'tiribman, lekin hammasini Xudodan so'rab, umrini so'rab. Prezidentimizga rahmat, eng birinchi o'rinda avolasi. Homiyimizga rahmat, shunchalik qilib berganiga kelib. Boshqalarga qila olmayman, rahmatdan boshqalarga duom yo'q-da meni. Mana shu siz ko'rib turgan uy Ramazon oyida boshlanib, Ramazon oyida mana foydalanishga topshirildi. Mana shu Xatam va Zuhra opamiz ko'rdilaring, o'zlaring ham tanishlaring. Mana shunday og'ir holatda yashagan va ko'rib turibsizlar, davlatimiz, prezidentimiz tomonidan berilayotgan imkoniyatlar, ijtimoiy sohaga qaratayotgan e'tiborlarning natijasida fuqarolarimiz joylarda ko'rib turibdi. Mana oddiy namunasi. Prezidentimizni o'sha Ramazon oyida chiqargan 67-sonli qarorlariga asosan tumanimizdagi kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga 1 milliondan 500 mingdan ijtimoiy yordamlar berildi. Uning miqdori 2,5 milliarddan oshdi. Bu ham fuqarolarimiz juda ham xursand bo'ldi. Yaxshi kunlarda, Ramazon oylarida fuqarolarimiz uchun bir kutilmagan sovg'a bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Ijtimoiy himoya milliy agentligi tuzilgandan keyin mana mahallada har bir mahalla tumanimiz misolida aytadigan bo'lsak, 51 ta mahallada 51 ta ijtimoiy xodim faoliyat olib boryapti. Bu fuqarolarimiz uchun juda bir yengillik, oshiqcha ovoragarchiliklarni oldini olyapti. Umuman olganda Ramazon oyida Ijtimoiy himoya milliy agentligi Toshkent viloyati hokimligi, viloyat prokuraturasi hamda homiylar hamkorligida xayrli tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Xususan, viloyatdagi 100 dan ziyod ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning uy-joylari ta'mirlanib, ayrim xonadonlar esa butunlay yangidan barpo etilmoqda. Jumladan O'rtachirchiq tumani Yoriq mahallasida istiqomat qiluvchi 2-guruh nogironligi bo'lgan fuqaro Hayitjon Orazbekovning xonadonida ham zarur ta'mirlash ishlari amalga oshirilib, uning oilasi uchun munosib yashash sharoiti yaratildi. Albatta, bugun ijtimoiy himoya davlat rahbarining doimiy e'tiboridagi muhim sohalardan biri. Hech kim mehr, e'tibor va g'amxo'rlikdan chetda qolmasligi uchun katta bir tizim izchil ishlamoqda. Mana bugun Yangi O'zbekistonda hurmatli prezidentimizni olib borayotgan odilona siyosatlari, ularning g'amxo'rligi bilan ijtimoiy himoya milliy agentligiga qilinayotgan islohotlar tubdan Toshkent viloyatida ham amalga oshirayotganiga guvoh bo'ldingiz. O'zingiz mana hududlarga chiqib, ulardan bittasi mana eng asosiy, men o'zim faxrlanib aytadigan, har bir xonadonga borganda hurmatli prezidentimizga minnatdorlik bildirayotgan yolg'iz keksalarimiz, ehtiyojmand oilalarimiz, og'ir vaziyatga tushib qolgan oilalarimiz. Ana shuni bu yil Toshkent viloyatida 100 dan ortiq oilalarni aniqladik. Ularning uy-joylari juda ham og'ir ahvolda. Mana bugun borib ko'rsiz, 3-4 tasini borib ko'rdingiz bugun. Ularni shu tashabbus bilan chiqib, shu uylarni ta'mirlab berish va ularni qurib berish uchun ayniqsa tadbirkorlarimizga hurmatli prezidentimiz yaratib berayotgan sharoitlarni, imkoniyatlarni tadbirkorlarimiz labbayda javob berayotganligini ko'rdik. Mana bugungi kunda Toshkent viloyatida 100 dan ortiq uylarni tadbirkorlarimiz qurilish ishlarini boshlaganligi. Mana Ramazon oyida 12 nafarini bitta tadbirkorimiz o'zi noldan hamma jihozlarini qilib, qurib, bitkazib topshirayotganligini ham juda qattiq quvontiradi. Har bir xonadonga kirganimizda, mana iftorliklar bo'lyapti hozir xonadonlarda, har bitta shu uylarda ko'rayotgan baraka kirayotganligini, endi bunaqa yuzlabda bu xonadonlarni ko'rishimiz mumkin. Ramazon saxovat va mehr oyidir. Bu oyda yuzlab xonadonlarning ta'mirlanishi, ayrimlarining esa yangidan barpo etilishi ko'plab oilalarga quvonch ulashmoqda. Bu xayrli ishlar orqali odamlar qalbida umid va ishonch yanada mustahkamlanyapti. Zero yangi O'zbekiston ijtimoiy davlat. Bu yerda inson qadri, uning munosib hayot kechirishi ustuvor maqsadlardan biri hisoblanadi.